Kumushni sevib olib otaga kelib olaman deyapsa, men u andini kelin qilmayman deydi. Takkindan kelin qilaman. Takizoti borini. Baribir oladi. Takizoti borini oladi-yu. Aytilla baklashgan. Nimada? Otabekning xotini tug'adigan. Baklashgan. 3 kun zahar beradi-da. Tug'ib bolani azim bo'lgandan keyin tug'ib bo'lgandan keyin ham kumush o'ladimi? Zaynab nima bo'larkan-da? Kundoshi o'sha haligi oqoyim deganmi, nima degan opasi bo'ladi kumush Zaynabni. Assalom hoji. Alaykum Imronjon. Oppoq xonimni bir narsaga opasi seni deb nima qilib qo'ygan. Kecha urib videoga kirasiz o'zi kartochkasi. Добавить video, добавить rolik degan bor. Shunga kirsangiz Ketardi. ko'chirib olib turib kompyuterga urib olasiz. Nimaga urib internetga? Adnaklar. Ular qanaqa qilib kiradi misol, men sizni hozir topishim uchun qanaqa qilib bu suratlarni topaman? Ibrohim Sodiqovni yozasiz. Chiqadi anaqa. Mabeng o'zga. Hozir Skype'dami, kompyutergami? Kompyuterda. Google'gami? Google'ga kirib turib Adnaklasni deb yozasiz-da. Mail.ru-mi? Ibrohim Inglizcha o'qiymiz. Ibrohim sayti. Ibrohim xato yozib qo'yganman. Kdan keyin X bor. Keyin I M bo'lgan. Ana shuni yozsa. Mail.ru ham bor. Google'dan Adnaklasga kirsangiz bo'ldi. Adnaklasga kirib turib o'zini anaqasi bor. Dikkat degan chiqadi. Shunday anaqasi hamma harfi bilan chiqadi. Kelaveradi. Shunday qator aylantirsang Ibrohim familiyasi shunday. Nimaga bor ekan? Endi turib yozsang bo'ldi. Uzgen deb yozsang uzgen ichidagi hamma chiqadi. Ya'ni Facebookga yomon ko'p menga anaqa kelyapti. Yo'q, Facebook bizda slabi. Ha? Bizda slabi. Ular ham shunaqa kontakt. Unda ham aloqalashingcha. Faqat bizda sekinda ular. Endi mana cho'milgan o'tamizmi? Bu kontakt degani bor, aslar bor. O'tamiz suv baz maza bo'lib qoldi. O'tiyormi? Kartga tugaganmi? Hammasi. O'zi jinda ekani. 2 kilo edi o'zi. 2 kilo edi kartga. Jinda edi. Dumbi bilan gapirgan solib qo'yasiz-da. Maydaladi menda. Hozir 6 kilo go'sht. Qara. Hozirchi. Yo'q. Go'shtni hozir mana qilasizlar. Motutdan olasizlar, novdasdan. 10 kilo go'sht. Manchalik kesib turib, 3tadan o'tkazib turib dimlab yuborasizlar. Bitta olib tashlab video qilib. Marinovat to'p qoladi. Necha kilo go'sht yegansizlar? 8 kilo. 8 kilo. Menga 1 kilo ishlatibsizlar. O'zi bilinib turibdi. Mol go'sht turibdi hozir, seli. 7 kilo turgan bo'lsa, 7 kiloni to'liq hammasini tashkil qilish kerak edi-da. Aslida yeymiz. Hozir ketdi bunga. Ichishdan yeb ketadi. Yo'q, hozir ham qozonga olib. Ukajon? Sellikni dumlaydi, bir to'g'ri turib, sellik hozir